Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana navbatdagi maymunimizning musobaqasini davom qilib oldik. Buni Samarqand shahar charxiga qo'yib berganmiz. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsa 2 metrga 240 balandlikda qilib yasab berganmiz. Ana shu ikki chetiga masalan penallarni tushirib berganmiz. Balandligi 240, o'rtalarini 235 sm da qilib tayyorlab berganmiz. Xo'p, bunga ishlatgan materiallarimiz tepasiga masalan dubbatandan, tagiga mokriy svetda qilib berganmiz. Chetlari polni PVC kromkada stanok. Bulargacha birlik kromka bosilgan. Mexanizmlarimiz vakuumli mexanizm, polni davodchik, tortmalarigacha vakuumli mexanizm ishlatganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka stanovkalarimiz tekin. Buni instalyatsiyalar rossiyskiy instalyatsiya, zavod o'zi 10 yil garantiya beradi, Toshkentniki emas. Rossiyskiy kedr instalyatsiya bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka stanovkalarimiz tekin, pastda nomerlarni qoldirasiz, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Ishga o'zlaringiz bitta baho berasizlar, like, kommentariyani ayamanglar.